to'g'ri yo'lda sudralib yursang ham harom yo'lda chop ketayotganlardan uzoqqa borasan deydi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. 2026-yil 31-iyul. Yurtdoshlar, Furqat Ro'zmetov, Avizov Azamat haqida ko'pchiligingiz so'rar edingizlar. Yine az material xudo xolasa sota chiqdi. Bir necha statiyalar bilan, 06/08/2026-yil 6 avgust kunida deb yozib qo'ydi. Sud jadvalindami endi xudo xolasa necha statiya bilan chiqdi. Jabrlanuvchilar soni necha? Yine az şöyle sizlere o'qib beraman. Endi jabrlanuvchilar unchasini o'qib chiqish bo'lmaydi, lekin statiyalarni o'qib berishim mumkin yurtdoshlar. Keyin sud jarayonlarini borib xudo xolasa qo'ldan kelgancha yoritib beraman. Qara Xorazm xalqi O'zbekiston xalqining tinchligini ko'rsatib beraman Furqat orqali dedim. Xo'sh, nishat ko'rsatish mumkin xalqining tinchligini. Kimga ishonib o'tiribdingizlar? Men nechun ishonmadim siz shunchalik ishongan odamga? Chunki men uni aslini bildim. Yanına bordim. Nohaqlikqa uchradim, adolatsizlikka uchrab turibman. Poraxo'rlikqa qarshi kurashdim. Nechasini lavozimni ozod qildirdim. Men haqman chunki qonuniy yerimda ishlashimga xalaqit berib turibdilar. Tabiatimiz turibdilar, men qonuniy yerimda desam yo'q. Bular ne gaplar aytdi menga? O'zim bilaman qonunchiligini. Ana shuni bilganim uchun men ularga umuman ishonmaganman. Lekin shularning tinchligini bilib tursam ham ko'pchilik insonlar shularga ishonganini ko'rib, achana dedim bu odamlarga. Achana dedim. Ana endi shu isbot daliline. Ko'rishingiz sud jarayonlarini yoritib beraman. Xudo xolasa statiyalarni ko'ringlar qayim bu? Kimga ishonib o'tirganlaringizni ko'ringlar qani? Kimga? Ro'zmetov Furqat Sultonnazarovich 139-modda 3-qismi A bandi, G bandi tuhmat. 165-modda 3-qismi A bandi, V bandi tovlamachilik. 168-modda 4-qismi A bandi, V bandi firibgarlik. 184-modda 3-qismi soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash. 189-modda 1-qismi savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish. 190-modda 6-qismi bu bandi faoliyat bilan litsenziyasiz shug'ullanish. 198-modda 3-qismi ekinzor, o'rmon yoki boshqa dov daraxtlarga shikast yetkazish yoki ularni nobud qilish. Bu ya dom salja qilib yuradi-ku, shusi bu. Ana endi bu yerga ketdik. 206-modda 2-qismi. Bu bandi hokimiyat yoki mansab vakolatidan doirasidan chetga chiqish. 229-modda 2-qismi A bandi bu bandi mansab soxtakorligi. 228-modda 3-qismi hujjat, shtamplar, muhrlar, blankalar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanish. 229-modda o'zboshimchalik. 240-modda jinoiy faoliyatidan olingan daromadlarni legallashtirish. 244-modda 2-qismi bu bandi uchuvchisiz uchiradigan operatorni qonunga xilof ravishda olib kirish, o'tkazish, olish, saqlash yoki ulardan foydalanish. 246-modda 4-qismi bu bandi yolg'on axborot. Ko'rishingiz mumkin bu Avizov Azamatda meni shu statiyalar qahramonam kirakasham tez kunlarda endi sudlarga borib yoritib beramiz. Jabrlanuvchilar soni haddan tashqari ko'p. Kuzatib boraylik yurtdoshlar.